Assalomu alaykum va rahmatulloh. iOS olamiga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Dilshodbek, Swift Genius kanali. Do'stlar, o'tgan darsimizda biz iOS va Swift nima ekanligini qisqacha o'rganib chiqqan edik. Bugungi darsimizda esa biz Xcode bilan tanishamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Xo'sh, keling avval Xcode nima ekanligini tushuntirib o'tsam. Xcode bu Apple kompaniyasining iOS ilovalarini yaratish uchun rasmiy dasturi hisoblanadi. U mutlaqo bepul, uni yuklab olish App Store'dan bo'ladi. Demak, agar siz oldin App Store'dan Xcode yuklab olmagan bo'lsangiz, buni birgalikda bajaramiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Demak, birinchi o'rinda biz App Store'ga o'tishimiz kerak. App Store'ni tanlaymiz va bu joydan biz Xcode deb izlatamiz. Bu joyda mana bizda Xcode turibdi. Bu Xcode'ni bosamiz. Bu joyda mana menda update turibdi. Menda oldin o'rnatilganlik sababli update turibdi. Agar sizda o'rnatilmagan bo'lsa, bu yerda o'rnatish belgisi turadi. Demak, bu joyda biz Xcode haqida to'liq ma'lumotlar turibdi. Bu haqida siz yana ham batafsilroq ko'rib chiqishingiz mumkin. Ya'ni bu joyda mana description turibdi. Nima yangi o'zgarish bo'lganlari haqida va bu yerda qanaqa ishlarni bajarish kerakligi haqida rasmlar turibdi. Demak, bizga hozircha Xcode'ni yuklash kerak. Demak, Xcode'ni bosasiz, dastur yuklangandan so'ng mana shu ko'rinishda bo'ladi va buni bosganingizda ochiladi. Demak, biz hozir Swift asoslari kursimizni davom ettiramiz. O'shaning uchun bizga Playground kerak bo'ladi. Uning uchun biz tepaga ochamiz. Bosganimizda ochiladi va tepada fayl bo'limidan new ni bosamiz va Playgroundni bosishimiz kerak. Demak, mana bu joyda biz blank fayldan foydalanamiz. Yani iOS bo'limidan blank faylini tanlashimiz kerak. Bosamiz. Endi bu joyda biz Playgroundimizga nom berishimiz kerak. Men Swift asoslari deb nom beraman. Va bu joyda biz desktopni men odatda ma'lumotlarni qayerda saqlashimiz kerak va men desktopda saqlayman. Bu joyda yangi fayl yaratishimiz mumkin yoki mavjud bo'lgan fayllarga qo'shishimiz mumkin. Bu joyda men yangi fayl yaratdim. Swift asoslari deb nom berdim. Demak, bizning ma'lumotlarimiz, dasturimiz Swift asoslari fayliga yuklanadi. Demak, mana bizning dasturimiz ishga tushdi. Xo'sh, dastur haqida ko'rib chiqadigan bo'lsak. Demak, dasturimiz hozirgi ko'rinishida, mana buni ochamiz. Demak, ikki tarafda ochilib yopilgichlar bor. Ya'ni bu bilan biz ekranimizni katta yoki kichkina qilishimiz mumkin. Ya'ni bu tarafdagi sozlama, bu taraf sozlamalar bo'limi, bu taraf navigatsiya bo'limi va o'rtada biz umumiy dasturlarni yozib, mana shu joyda barcha amallarni bajaradigan qismimiz hisoblanadi. Va agar mana bu pastni bosib tepaga ko'taramiz, bu qismi konsul qismi. Ya'ni bu joyda biz tepada qilgan barcha amallarimizni natijasini ko'rish uchun foydalanamiz. Hamma natijalar mana shu joyda chiqib keladi. Demak, birinchi bor bizga sozlab olishimiz kerak. Bu bo'limga o'tamiz va bu yerda Platforms degan bo'limidan biz macOSni tanlaymiz. Chunki biz macOSni tanlaydigan bo'lsak, dasturimiz tez va aniqroq ishlaydi. Demak, bizda UIKit emas, bu joyda Foundation deb nomlab qo'yamiz. Bu import nima, variable nima, bular haqida keyingi darslarimizda yanada chuqurroq, batafsilroq ko'rib chiqamiz va biz hozir dasturimizni qanday o'rnatish va dasturimiz haqida ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu joyda mana bu ko'rib turgan tugmachamiz bu dasturimizni ishga tushirish uchun ishlatiladi. Va mana bu pastda ham uchburchak tugma turibdi. Bu tugmani bosganimizda mana bu joyda qilingan ishlarimizni natijasini chiqarish uchun foydalanamiz. Demak, kelingizlar do'stlar, bugun hozir Hello World so'zini konsolga chiqarishni o'rganamiz. Uning uchun bizga bosamiz. Print funksiyasi kerak bo'ladi. Demak, print funksiyasi har qanday ma'lumotni konsolga chiqarish uchun foydalanamiz. Print item deyapti. Ya'ni har qanday turdagi ma'lumotni biz konsolga chiqara olishimiz mumkin. Bu yerda mana ikkita qavscha bilan ochamiz. Ikkita tirnoqcha deylik. Hello World. Demak, Hello World so'zini yozdik.
Biz dasturimizni ishga tushirish uchun mana bu tugmani bosishimiz kerak. Demak, mana natijamiz Hello World so'zi konsolda chiqdi. Do'stlar, sizlarni tabriklayman. Bugun ilk bor dasturiy olamda Hello World so'zini yozishni o'rgandik. Biz yana bir yozib ko'ramiz. Print. Print yozib biz raqamni ham yozib ko'rishimiz mumkin. Yana bir printni bosamiz. Demak, Hello World 1 2 3 4. Demak, raqamlarimiz ham konsolga chiqdi. Do'stlar, bizlarning darsimiz shulardan iborat. Keyingi darsimizda biz ma'lumot turlari bilan o'rganib chiqamiz. Darslarimizni diqqat bilan kuzatib boring. Agar sizda qandaydir savollar yoki muammolaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Har bir savol sizni o'sishingiz uchun muhim qadamdir. Mening ham maqsadim bu yerda sizlarni to'liq qo'llab-quvvatlash va har bir bosqichda yordam berish. Sizlar bilan men Dilshodbek, Swift Genius kanali. Ko'rishguncha xayr.